Bo'ldi, charchadim. Men hech kimga bo'ysunishni xohlamayman. Qaynonamga ham, ishimdagi boshlig'imga ham, hattoki turmush o'rtog'imga ham. Bugundan boshlab bilganimni qilaman. Voy, bunaqa vahima qilib tashlamang. Keling birinchi aniqlashtirib olaylik. Kimga yoki nimaga bo'ysungiz kelmayapti? Agarda munosabat sizga og'riq berayotgan bo'lsa, u munosabat emas, balkim zo'ravonlikdir. Agar sizning atrofingizda faqat bosim bo'lsa, u rivoj emas, balkim yo'qotishdir. Agarda mas'uliyat siz istamagan darajada bo'lsa, u qarz emas, balkim og'ir yukdir. Sizning nafsoniyatingizga, shaxsiyatingizga chuqur putur yetkazadigan insonlarga bo'ysunmaslikka albatta haqlidirsiz. Bunday holatlarda bo'ysunmasdan tinchlikni tanlash bu aql va sevgining belgisidir. Bitta narsani unutmang. Haqiqiy kuch men buni xohlayman deyishdan boshlanadi. Voy, sizga katta rahmat. Ancha yengil tortdim.